Hello guys, Gabriel Batistuta. Xullas nima bo'lsa ham sizlar bilan Recover va bugun biz nima edi nomi? One Lucky Skyblockda qanchadir vaqt yashab qolamiz. Men birinchi marta Lucky Block o'ynashim. Sizlar bilan birinchi eksperiment sifatida nima qilamiz bilasizlarmi? Nima qilishni ham bilmayman. Hamma mana shularni kovlaymiz, nima qilamiz? Kovlaymizmish. Sindiramiz va orolcha kim tushibdi? Zombi tushibdi. Ender Pearl bilan nima bu? Orolchani kattalashtirish kerak bor. Bu orolcha kichkinalashmoqmi? Kattalashtirish kerak orolchani. Sandiqdan qanaqadir hid chiqyapti, nima? Vashsharna yalaga hidi. Xullas, orolchani kattalashtirish kerak, chunki bitta blokda turish menga yoqmayapti. Bu videoni ikkita seriyali qilmoqchi bo'ldim, chunki bu Lucky Block cho'ziladi. Men telefonda video olishim inobatga olsak, telefonim boom demalarga orolni imkoni boricha kattalashtirish kerak. Bitta sandiq qo'yamiz va ichiga soladigan narsa ham yo'q. Yana Lucky Block kovlash mumkin yoki versak eng yaxshi tanlov. Versakni qo'yamiz va yana qazishda uy. Voy becharamol. Nima qilaman endi? Bor yo'qolsan ham, yoqmayapsan. Bari qulamaydi, to'g'rimi? Qanoti bor-u, sekin tushadi. Yana sandiq ketdi-da, yayibdi sandiq. Qanaqa omad bu? Kommentga Recover короче, блять! God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on, boy. You get your goddamn... Xullas, men video montaj qilayotganimda bir kitoblar o'qiyman-da, so'zlarda adashib ketmaslik uchun. Yana adashiraman. Yo xudo, nima gunoh qilgandim ha? Aman. Versak olamiz. Joy kichkinalayapti. Joy kengaytirish uchun bizga nima kerak? Dirt kerak. Bu gravel tushib ketaveradi, apaynim. Gravel tushib ketaveradi. Mana bloklardan kattalashtirib olsamgina farqi yo'q, o'zim uchun qilaman-da, boshqa kim uchun qilaman? Kattalashtirib yuboraman. 1-2 blok bo'lsa ham kattalashtirib qo'yaveramiz. Yo'qmayapti, bor kichkina joyda pitirlayib yurish tovuqqa o'xshab. Ana kattalashdi va gravelni ham qaziymiz. Boshqa nima qilamiz? Va yana gravel. Flint tushdi. To'rtdim men. Unaqa emas. Ana bordi, nimalarda torchmi nima edi? Shanyasiz bilan. Yana daraxt zo'r bo'ldi. Daraxt olamiz. Yana zombi. Zombiga omad tilaymiz. Kelajakda ishlarga. Lucky crate? What? What nigga? Mayli. Messi bo'ladi hozir. Cho'p yasamamiz, men cho'p juda ham kerak va kirkaga nechta yetmayapti, shu yog'och nechta yetmayapti kirkaga. Bir dona yog'och yetmayapti. Hamma narsalarni sandiq saqlaymiz. Bitta sandiq yetadi, to'g'risi. Bitta sandiq hozir narsalarimiz unchalik ko'p emas. O'lsak yo'qolib ketmas. Yana Ender Pearl. Nether ketaveramizmi deyim. Qanaqa Nether? Obsidian kerak-ku Netherga. Loh deyishlar mumkin. Adashib ketdim, men ham odamman-ku. Mana yana kattalashtirib qo'yamiz. Sandiqchani sindiramiz. Sandiqli yo'qmayapti. 100 ta sandiq bor. Narsalarim sandiqdan kam. Grass. Van Hoyt grass. Gravel. Jonga tegdi gravel bor-ku. Voy, yana taxta. Yes. Zombi. Yapon. Bu savur nariyoqqa o'tib ketdi. It zombiga. Endi nima tap olasizmi? Yoki kirka bilan hozir nimani kovlayman masalan? Nima kirkami?
Nima yasash bilmayapman. Nima yasash bilmayapman. Birinchi kattalashtirib qo'yay. Nima yasamikin? Men gravel otib yuborish kerak bor-ku. Yapayın. Hayır. Yaxshi tamam. Yonda boshqa narsa chiqmaydimi sandiqda? Jonga deydi-ku. Endi orolchani kattalashtirishga yaxshi. Sandig'i ham qolamiz. Bular nima deysizlar, konkurs qilib yuboraymi? Telegram kanalimga va nihoyat tosh generatorini yasas. Bugun arasi charchab. Xullas, yangilik bor. Men tosh generatori qanaqa yasalishini bilmayman. Qanaqa yasaladi tosh generatori? Mayli, qo'yamiz va bizga 1-2 ta tosh ham yetadi. Mashki lavani shuncha lava ketdi, shuncha lava. Atigi 2 dona tosh edi be, shuncha lava. Shuncha lavani ishlatib yubordim. Bilmayman-da qo'rishdi bo'lmasa. YouTube'dan o'rgansam keyingi qismda aniq tosh generatori quraman. Inshaalloh. Hozir kirka bilan iloji yo'q. Kirkasi toshga olib bo'lmaydi, bilasizlar-ku, to'g'rimi? Suvda olamiz birinchi, suvda. Suvda olamiz. Va tosh tikon olamiz. Tosh bitta. 2 ta. Yaxshi. 2 dona tosh. Yana bitta yetmayapti tosh kirkaga. Gravel tushmadi baribir. Yana kattalashtirib qo'yamiz, bizga taxti kerak emas. Bu yaxshi loot berdi bu safar. Sezdinglarmi? Yaxshi loot berdi. Va grass yana chest. Vuy! Nezarit. Juda ham zo'r. Oltin va bu nimaligini bilmayman. Sindirib olamiz. Qo'yib yuboraylik nima? Yo'q, hozir men ender pearl yasolayman hozir. Hamma qaranglar. O'xshadi. Pastga tusha olmaymiz-ku, qanaqa topaman? Nima? Sindirib olamiz. Ikkinchi pastga tusha olmasam, men ender dragonni oldiga qanaqa boraman hozir? Grass olamiz. Gravel olamiz. Va nihoyat mashina kustirdim. Taxta kerak bizga. Va yana bor esan ham. Va nihoyat non yasolaymiz. Va nihoyat non. Tushunayapsizmi? Non. Urug'am bor. Endi bizda non bo'ladi. Inverterda ham bor edi, adashmasam. Endi bizda non bor. Men qornim ochmayapti bu. Odatiy emas, lekin men normalga qo'y. Voy, mol bilan qo'ymi? To'xta, tushib ketmanglar, iltimos, tushib ketmanglar. Iltimos tushmay. Onini. Mana sasokmaylik, mayli. O'lib ketdi-ku. O'lgan odamning orqasidan unday gaplar aytmaylik, do'stlar. Axir bu yomon-ku. Ana, qo'yib oldim. Qamallama bittadan. Qamallama. Yaxshi. Uy, zombi. Onangni men ham tushirardi. Shuncha lootim bor edi. Shuncha loot. Yana yana tushirardi. Yana. Are you serious right now, bro?